Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana shu shinamgina hovlimiz sotuvga chiqyapti. Samarqand shahar Motorit aravasozida 59-maktabni oldida joylashgan 9 sotug'li uyimiz sotuvga chiqyapti azobunachilar. Samarqand shahar Motoritda 11 ta xonasi bor. Ko'rib turganingizdek, darvoza xonasi ham juda ham keng. Bu tomonda podval qismi va bu tomonda esa uylar, baseyni ham bor. Ko'pchilik bizga murojaat qiladiki, Samarqanddan juda ham shunday katta shinam uy bormi degan savol bergan obunachilarimiz, ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganingizdek, darvozaxona qismiga kamida 8 ta 9 ta mashina sig'adi. Bemalol kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar azobunachilar. Motoritda mana shunday shinamgina 11 ta xonasi bor, ichki qismida podvali ham bor. 59-maktabni oldida joylashgan uyimiz sotuvga chiqyapti. 9 sotug'dan iborat. Ko'rib turganingizdek, zelonli zonasi juda ham chiroyli va baseyni ham bor azobunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, Samarqand shaharida uyimiz sotuvga chiqdi. Telefon nomer ekranda yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday uylarni ham savdosini chiqaryapmiz azobunachilarimiz. Aziz obunachilar, Samarqand shaharida Sayfullo TV siz uchun mana shunday shinam xonani sotuvga chiqardik. Samarqand shahar Motoritda joylashgan, ko'rib turganingizdek zelonli zona, tashqarida baseyni ham bor. Bu tomonda esa xonaga kiraverish qismi. Azobunachilar, bir boshdan videolarimizni boshlaymiz. Bizni kuzatib boring. Bunaqa xona sotuvga chiqqani yo'q Samarqandda. Birinchilardan bo'lib ko'ryapsiz azobunachilar. Oshxona qismi. Bu tomonda esa podvalga tushadigan yo'l. Xonamiz podval qismi ham bor. Xuddi shunday ko'rib turganingizdek topli pol qilib remont qilingan podval qismi ham bu oshxona qismi bo'ladi. Motoritda 9 sotug'li hovlimiz tayyor, zahati ijvi sotuvga chiqyapti. Ko'rib turgan hamma narsa, mana bu mebel jihozlari, gaz plita, vitishka, ikkita xolodilnik va muzlatgich ham bor, отдельный morozilnik. Ko'rib turganingizdek, mana shunday mebel jihozlari bilan zahati ijvi sotuvga chiqdi azobunachilar. Ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Endi bu uyimizni kiraverishda bu tomon mehmonxona, bu tomon podvalga tushish qismi bo'ladi. Hozir xonalarini bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Bu tomon xonamizning sanuzeli, yuvinish xonasi, hojatxona, yuvinish kabinka, hamma sharoitlari bor. Ko'rib turganingizdek, mana birinchi xonasi. Mebellari, mebel jihozlari bilan sotiladi azobunachilar. Detski mebellar bor. Kattalar uchun kattalar spalni mebel. Bu tomonda yuvinish xonasi. Ikkinchi yuvinish xonasi hali bitmagan. Kerakli jihozlari qo'yiladi. Buni ham kafellari qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, azobunachilar, xonalarni sanab ketasizlar. Men o'zim adashib ketdim. To'g'risini aytganda, Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday xonani sotuvga chiqardi. Ko'rib turganingizdek, xonani balandligi kamida 5 metr, 6 metrga yaqin. Mana bu mehmonxonamiz azobunachilar, mehmonxona. Motoritda joylashgan 9 sotug'lik yer maydonga qurib bitkazilgan tayyor hovli sotuvga chiqyapti azobunachilar. Hozir bo'ladi, mana 3-xonamizga kiramiz. Bu yer ham spalni kattalar uchun mebel jihozlari bilan jihozlangan. Har bitta xonani balandligiga ahamiyat bersanglar, juda ham baland. Azobunachilar, hozir narigi xonamizga kiramiz. Bu yerda mebellari bor. Mana bunisi ham kattalar spalniyasi keng. Har bitta xona juda ham keng va shinam ishlangan. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ham sanuzel bor. Azobunachilar, yuvinish. Bu yerda unitaz, bu yerda yuvinish nimasi, kabinkasi. Azobunachilar, har bitta uy topli pol qilingan va bu yerda gaz ham bor. Samarqandliklar o'zlari bilishadi. Xonasini sanab turinglar azobunachilar. Men o'zim adashib ketdim. Yana bitta spalni kattalar uchun. Ko'rib turganingizdek, juda ham katta, baland
uyimiz, aziz obunachilar, xonalarimiz. Mana bu tomonda ham yana yuvinish xonasi bor. Ko'rib turganingizdek, aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Motritda sotuvga chiqdi. Motritda darvozaxona ham kamida 10 ta mashina sig'adi. Hozir podval qismiga tushamiz. Aziz obunachilar, gilamlarni ham ahamiyat bersanglar, bitta katta gilam. Mana shu xonani sotuvga chiqardik, uyimizni. Hozir mana ko'rib turganingizdek, podval qismiga tushamiz. Endi shuncha keng xonalarni tagini ham xuddi mana shunday kenglikda podval qismi ham pastakkina emas, ko'rib turganingizdek baland qurilgan. Ichkari. Nechta xona, mana bu yerda ham mebel jihozlari bor. Aziz obunachilar, podval qismimiz, buni qaranglar. U tomonda ham yana xonalarimiz bor, aziz obunachilar. Hozir narigi xonalarni ham ko'rsatamiz. Podval qismini ham o'zlari uchun uyni egasi yashaydigan darajada ta'mirlab, topli pol qilingan, aziz obunachilar. Bu tomonda esa topli pol, mana topli polni o'sha kerakli nimalari shu yerda joylashgan. Bu tomondan esa hovliga chiqish yo'li. Aziz obunachilarimiz, sizlar uchun mana Sayfullo TV mana shu hovlini sotuvga chiqardik. Yer maydoni 9 sotiq yerga yasalgan, mana shunday qurib bitkazilgan, tayyor, zaxadi ijivi. Pul zarurligi uchun sotishyapti akamiz. Uyni egasi shunday deyishdi, mana bir boshdan sizga ko'rsatib o'tdik, aziz obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Mana shu mehmonxonaga bitta baho berasizlar. Ko'rgan odam restoranga keldim deb o'ylaydi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomeri bor, aloqaga chiqaverasizlar. Hovlini yuzini ham ko'rsatamiz. Bizni kuzatib boring.